O'g'lim, nima qilsan? Dars qilyapman. Yaxshi. Ey, nosimni ko'rmadingmi? Ada, siz nos chekmaysiz-ku. Qavol o'g'lim, belim bosib qo'y, pul beraman. Rahmat. Ada, bu pul o'tmaydi-yu. Manman emas. Salom alaykum aka, nima xizmat? Xullas, men toychani o'qishga olib qo'yish kerak. Kakra joyga kelibsizlar amaki. Pivor o'quv markazi mana shunaqa abituriyentlarni o'qishga любой fan bo'yicha tayyorlaydi. Amaki bizda yiliga o'rtacha 80% oshiq o'quvchi talab bo'lib ketadi. Eng qizig'i amaki bizda 1-oktabrgacha qabul davom etadi. Tak shu shoshilib qolinglar. O'g'lim bo'ldi, sen maktabda o'qiysan, institutga kirasan. Qo'ya o'g'aylarimdan nima kamchiligim bor, o'g'lim? Men seni yoshingda bilasan, kim bo'lganman? Bilaman, kim bo'lgansiz? Bog'cha bilan urib yurgansiz. Maktab TTSda haydalib ketgansiz, qaytib maktabga olishmagan, institut bitta ekzameniga bormagansiz. To'xta. Hali men gap qaytar deymisan?